Limonning ta'mi xushbo'roq bo'lib qolmasdan tarkibida vitamin C, limon kislotasi va sertin qatorliq ozuqliq tarkiblar mo'l. Bular yana oksidlanishga qarshi turish va qon besimini tuvallatishga yordam berish qatorliq unumga ega bo'lib, mevalar ichidagi saqliqni saqlag'uvchi meva deb atashga bo'ladi. Yaponiya tadqiqotchilarining bir turlik yangi tadqiqot natijasiga qaraganda, limonni uzoq muddat iste'mol qilganda kalsiyning so'mirilishini tezlatib, so'ngak shalang'ishning oldini olg'ili bo'ladi ekan. Yaponiya tadqiqotchilari o'rta yosh va yashangan 40 ayolni sinoqqa qatnashtirib, ularga oda 6 oy har kuni tarkibida kalsiy bo'lgan limon sharbatidan 200 ml iste'mol qildirgan. Natijada sinoqqa qatnashuvchilarning so'ngak to'liqlamasida erib qonga kirgan kalsiy ioni o'tir hisob bilan 14% turmizlanib, 3 oydan keyin so'ngakning zichligi o'tircha 1.32% oshgan. Shuningdek keyin ko'pchilik asosan mushu saviyani izchil saqlab kelgan. So'ngak shalang'ishish kalsiy ionining so'ngakdan uzluksiz tarab ketishi sababidan so'ngak to'liqlamasi qo'rg'dilib qilish, so'ngakning cho'riklik darajasi eshib ketishdan paydo bo'ladi. Tadqiqotchilarning deyishicha, limonning odam badanining kalsiy qabul qilishini ilgari surishi limon kislotasining xilatsiya rolidan bo'lgan bo'lib, limon kislotasi bilan odam badanidagi kalsiy birikib, xilatliq kalsiy hosil qilib, kalsiyning tarab ketishini ozlatib, so'ngakni kuchaytirish unumiga yetkazadi ekan.